Xo'sh, qizlarjonlar, BTS pochtadan mana Turkiyadagi zakazlarim ham keldi. Hozir sizlar bilan ularni birgalikda raspakovka qilamiz va maqtanamiz desam. Xo'p. Mana bunaqangi ixchayimgina korobichka. Buning ichida o'zi nimalar borligini sizlarga ko'rsataman. To'g'risi, bularni ikkinchi marta narsa zakaz qilishim, chunki oldingi safarim mana shunaqangi sifatli va original tovarlarni yuborishuvdi. Haligacha mana naborlarimning orasida ularning mahsulotlari turibdi, yaxshi bo'lganligi sababli. Voy, birinchisi ko'rishingiz mumkin, hozirgi kunda juda ham trendga chiqayotgan mana shu atir. Louis Vuittonniki, masalan, korstra. Tak, mana shunaqangi o'zim yana bitta idishi bo'ladi. Bemalol ishlatib bo'lgandan keyin bu idishiga solib chiroyli qo'yib qo'ysanglar bo'ladi oynanglarning yoniga. Olib ko'rsataman. Vot, mana. Bu Louis Vuittonning yangi chiqqan versiyasi. Ishoninglar, men to'g'risi magnitli qopqog'ini birinchi bo'lib mana shu atirda ko'rdim. Buni qaranglar. Qaranglar, o'z ko'rsin. Vot mana, ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Mana. Magniti bor, magnitli qopqoq. Bu degani bu juda ham premium darajada sifatli degani. Endi hozir hidini ko'ramiz. Tak, yaxshilab havo bilan aralashtirib. Da, men xohlagan hid. Juda ham o'zi xohlagandim mana shunaqa atrim bo'lishini, chunki o'sha trendga chiqishni boshlagandan beri niyat qilib yuruvdim, o'zimga shunaqangi atir olaman deb. Vot mana turishi. Bemalol kattagina ancha vaqtgacha ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisi bu atirni o'zi bilmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Ancha-muncha trendga chiqqan atirlardan bittasi, ayniqsa Toshkentda. Hozir sizlar bilan buni ko'ramiz. Bu mana bunaqa ochilar ekan. Vot mana kitobchalar. Ko'ramiz. Tak. Voy, men bu machalkalari bilan muloyim. Xo'sh. O'zimga bu atirdan sep bo'ldimi? Endi buni faqat qopqog'ida sepamiz. Mobiyo'lari ham chiroyli neobычный ekan. Tak. Da, xuddi men xohlagan hid. Umuman boshqa xil narsa emas. Xuddi o'sha narsa, ishoninglar. Endi men sizlarga hozir bitta narsani aytsam, buni ham hidi yoqadi. Menga o'zim tanlab zakaz qilganman buni ham. Bu kunlik o'qishga, ishga, tak nima deydi, har xil syomkalarga bu zo'r. Yoki oddiyroq uchrashuvlarga. Bunisi esa вечеринкаларga, bayram tadbirlariga yo bo'lmasam jiddiyroq biror xil rasmiyroq joylarga bu zo'r. Ishoninglar, ikkalasini ikki xil joyga bemalol almashtirib sepsam bo'ladi. Sizlar bu atirlarni qaysi biridan ishlatgansizlar? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yo bo'lmasam yangi chiqayotgan atirlarning nomini bilsanglar, uni ham yozib qoldiringlar. Biz albatta bu narsani ko'rib chiqamiz.